Aka o'ylab gapiryapsizmi o'zi? Qanaqasiga qilib bera olmaysiz? Siz bilan bir oy oldin kelishgandik-ku. Men to'y kunini belgilab kafellargacha olib qo'yganman. Aka qilib bering iltimos. Alo aka. Alo. Usta topilmayapti-yu, qayerdan topaman endi ustani? Do'stim qalaysan? Do'stim, nima gap? Yaxshimi? Tinchmisan? Kel o'tir do'stim, o'tirib gaplashamiz. Nima gaplar? Tinchmisan? Ishlar bo'lyaptimi? Yaxshi rahmat. To'yga aytgani keldim sana. Yo'q-a. To'xta. Sani uy remont edi shekilli, bitdimi? Ancha bo'ldi bitganiga remontda. Qanaqasiga? Sen remontni mendan keyin boshlagansan-ku. Men bo'lsa hali ham normal kafelchi topolganim yo'q. Do'stim, men hamma ustalarda kornetdan oqtaraman. Ishqilib bu ilovadagi ustalarga ishonsa bo'lar ekanmi? Ha, kornetda hamma ustalar vertifikatsiyadan o'tgan bo'ladi. Ular reyting asosida ishlashadi. Ustaning reytingi qanchalik baland bo'lsa, u shunchalik ishonchli va tajribali hisoblanadi. Shunaqadiki? To'xta, qayerga ketyapsan? Bo'pti, men ham kornetdan usta chaqiray. Agar sizga ham ishonchli va tajribali mutaxassislar kerak bo'lsa, hoziroq Kornet ilovasini yuklab oling.